Bolajoningiz yaqindagina shamollab, endi tuzalayotganida, hattoki oxirgi 1-2 kun ichida temperatura ham kuzatilmadi. Lekin shu kunlarda agar farzandingizda temperaturani yana boshqatdan ko'tarilayotganini, uni lanjlashayotganini, behol bo'lganini, hattoki temperaturadan tashqari yana yangi simptomlar qo'shilayotganini sezgan bo'lsangiz, bu isitmani ikkinchi to'lqini hisoblanadi. Birlamchi yuqtirib olgan virusli infeksiyasiga katta ehtimollik bilan bakterial infeksiya ham qo'shilganidan darak beradi. Bunda farzandingizda nafas olishi qiyinlashuvi, xirillashlar, hansirash, teridagi toshmalar va boshqa simptomlar misol bo'lishi mumkin. Agar siz farzandingizda ham endigina tuzalayotganda yana boshqatdan temperaturasi ko'tarilganini sezsangiz, darhol shifokorga murojaat qiling va yuqori ehtimollik bilan unga antibiotika terapiya boshlash kerak bo'ladi. Isitmani ikkinchi to'lqini gripp sezonida juda ko'p bolalarda kuzatilyapti va bu videoni farzandi bor barcha tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Hammamiz bu narsani albatta bilishimiz shart.